Bugun men pensionerlar uchun juda muhim ogohlantirishni tushuntirib beraman. Ayrim qo'shimcha to'lovlar, ustamalar, qayta hisoblashlar va pensiya miqdorini oshiradigan holatlar faqat hujjat bo'lsa hisobga olinadi. Ya'ni mening bunga haqqim bor. Men shuncha yil ishlaganman. Mening qaramog'imda odam bor. Men zararli sharoitda ishlaganman deyishning o'zi yetarli emas. Rasmiy hujjat bo'lmasa qo'shimcha haq hisoblanmaydi. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensiyaga chiqishga yaqinlashayotgan fuqarolarga, ota-onasi yoki buyisi bobosi pensiya oladigan farzandlarga ham tegishli. Chunki bitta yetishmagan ma'lumot, bitta tasdiqlanmagan ish staji. Bitta olib kelinmagan ma'lumotnoma sababli odam har oy kamroq pensiya olib yurishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha diqqat bilan tinglang. Men bugun qanday hujjatlar kerak? Kimlar xavotir olish kerak? Kimlar tinch bo'lishi mumkin? Qaysi joylarda xatolik ko'p uchrashi va amalda nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Avvallari ko'p odamlar pensiya masalasida shunday o'ylardi. Men ishlaganman, davlat biladi. Mehnat daftarcham bor bo'ldi. Arxivda hammasi turibdi. Pensiya jamg'armasi o'zi topib oladi. Ha, ayrim ma'lumotlar davlat bazalarida bor. Hozir elektron tizimlar kuchaygan, ish haqi, sug'urta badallari, ish staji, korxona ma'lumotlari bosqichma-bosqich raqamlashtirilgan. Lekin hamma davr, hamma korxona, hamma ish joyi, hamma imtiyozli holat elektron bazada to'liq chiqavermaydi. Ayniqsa 1990 yillar, 2000 yillarning boshidagi ish davrlari, tugatilgan korxonalar, nomi o'zgargan tashkilotlar, kolxoz-sovxoz davridagi ishlashlar, zararli mehnat sharoitidagi ishlar, uzoq hududlardagi ishlar, mavsumiy ishlar. Shuningdek, hujjatlar arxivga to'liq topshirilmagan tashkilotlar bo'yicha muammo ko'p uchraydi. Fuqaro haqiqatda ishlagan bo'lishi mumkin, lekin rasmiy tasdiq topilmasa, pensiya hisobida bu davr to'liq yoki umuman qo'shilmasligi ehtimoli bor. Endi nima o'zgardi? Eng muhim o'zgarish shuki, pensiya tizimida har bir qo'shimcha haq, ustama, imtiyoz, qayta hisoblash aniq asosga bog'langan. Asos degani esa hujjat. Hujjat bo'lmasa, xodimning og'zaki aytgan gapiga qarab pul qo'shib berilmaydi. Bu oddiy bürokratiya emas. Bu budjet mablag'lari bilan bog'liq rasmiy hisob-kitob. Har bir so'm tekshiriladi. Bugun sizga olib keling deyilgan hujjat ertaga tekshiruvda so'raladi. Shuning uchun pensiya bo'limi xodimi ham, mahalla ham, bank ham hujjatsiz qo'shimcha to'lovni o'zimiz bilamiz deb hisoblab bera olmaydi. Birinchi navbatda pensiya miqdorini oshirishi mumkin bo'lgan eng asosiy omillarni bilib oling. Bular ish staji, ish haqi miqdori, imtiyozli ish sharoiti, nogironlik holati, qaramog'idagi mehnatga layoqatsiz oila a'zolari, unvon yoki mukofotlar. Alohida toifadagi fuqarolarga beriladigan ustamalar, boquvchisini yo'qotganlik holatlari, parvarishga muhtojlik, bolalikdan nogiron farzandni parvarish qilgan davrlar va boshqa qonunchilikda belgilangan asoslar. Men oddiy misol bilan tushuntiraman. Deylik, Akmal aka 62 yoshda pensiyaga chiqdi. U 35 yil ishlaganini aytadi. Mehnat daftarchasida 28 yili aniq ko'rinib turibdi, lekin 7 yil ishlagan korxonasi allaqachon yopilgan. Daftarchadagi muhr xira, buyruq raqami yo'q. Ishga kirgan va ishdan chiqqan sanalari aniq yozilmagan. Akmal aka, men u yerda haqiqatda ishlaganman, hamma biladi deydi. Lekin pensiya hisobida bu 7 yilni qo'shish uchun arxiv ma'lumotnomasi yoki ish beruvchi hujjati kerak bo'ladi. Agar bu hujjat topilmasa, pensiya 35 yil staj bilan emas, 28 yil staj bilan hisoblanishi mumkin. Farq esa oyga 100 ming, 200 ming, ba'zan undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Bir oyda arzimasdek tuyuladi, lekin bir yilda 1 milliondan 3 ming so'mgacha farq chiqishi mumkin. Ikkinchi misol. Dilbar opa tikuv fabrikasida ishlagan. Dilbar opa tikuv fabrikasida ishlagan. U ayrim yillarda yuqoriroq ish haqi olgan, lekin pensiya tayinlaganda elektron bazada faqat so'nggi davrlar chiqdi. Oldingi yuqori ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma topshirilmasa, pensiya pastroq ish haqi asosida hisoblanishi mumkin. Bu yerda ham men o'sha paytda yaxshi oylik olganman degan gap yetarli emas. Korxonadan yoki arxivdan ish haqi ma'lumotnomasi kerak. Ma'lumotnomada oyma-oy ish haqi, tashkilot nomi, hujjat raqami, mas'ul shaxs imzosi, muhr yoki elektron tasdiq bo'lishi muhim. Uchinchi misol. Sobir aka zararli mehnat sharoitida ishlaganini aytadi. Masalan, shaxta kimyoviy ishlab chiqarish, yuqori haroratli seks, radiatsiya xavfi bo'lgan joy, og'ir jismoniy mehnat sharoiti. Bunda ishlar ayrim hollarda imtiyozli pensiya,
stajga boshqacha yondashuv yoki qo'shimcha ustamalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda eng ko'p xato shunda, odam faqat korxona nomini aytadi. Aslida esa lavozim nomi, ish joyining ro'yxatga kirishi, ish sharoiti toifasi, buyruqlar, attestatsiya hujjatlari. Mehnat daftarchasidagi aniq yozuvlar talab qilinadi. Zavodda ishlaganman degan gap bilan zararli sharoitda ishlaganman degan gap bir xil emas. Zavodda, ofisda ishlagan odam bilan issiq sexda ishlagan odamning hujjati ham, huquqi ham farq qiladi. 4-misol, pensionerning qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zosi bo'lishi mumkin. Masalan, voyaga yetmagan bola, nogironlik bo'lgan turmush o'rtog'i yoki qonunchilikda belgilangan boshqa shaxs. Ayrim holatlarda bu pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Lekin buni tasdiqlash uchun tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, birga yashash yoki qaramog'ida ekanini tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinadi. U men bilan yashaydi deyish yetarli emas. Chunki davlat organi qaramlik holatini rasmiy ko'rishi kerak. 5-misol. Ba'zi pensionerlarda davlat mukofoti, faxriy unvon, urush qatnashchisi yoki unga tenglashtirilgan maqom, mehnat faxriysi bilan bog'liq hujjatlar bo'lishi mumkin. Mana shu hujjatlar taqdim etilmasa, tegishli ustama yoki imtiyoz hisoblanmasligi mumkin. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'rganman. Odamning sandig'ida eski guvohnoma turadi, lekin pensiya hujjatlariga hech qachon topshirilmagan. Odam menga hech kim so'ramadi deydi. Aslida pensiya organi sizda qanday mukofot borligini doim ham bilmaydi. Siz ko'rsatmasangiz tizimda chiqmasligi mumkin. Eng avvalo, mehnat daftarchasida bo'shliqlar bor odamlar xavotir olishi kerak. Masalan, ishga kirgan sana bor, lekin ishdan chiqqan sana yo'q. Yoki korxona muhri o'qilmaydi. Yoki familiya o'zgargan, lekin nikoh guvohnomasi topshirilmagan. Yoki mehnat daftarchasidagi ism pasportdagi ism bilan bir xil yozilmagan. Masalan, Muhammadjon bir joyda Mamadjon deb yozilgan, o'g'iloy boshqa hujjatda ugiloy bo'lib qolgan. Bunday mayda tuyulgan farqlar pensiya hisobida muammo tug'diradi. Ikkinchi guruh, sobiq korxonasi yopilgan, tugatilgan, boshqa tashkilotga qo'shilgan yoki nomi bir necha marta o'zgargan fuqarolar. Bunday holatda arxiv izlash zarur bo'ladi. Korxona yo'q bo'lsa ham, uning hujjatlari davlat arxiviga, idoraviy arxivga yoki huquqiy voris tashkilotga topshirilgan bo'lishi mumkin. Lekin odam o'zi qidirishga harakat qilmasa, ma'lumot topilmay qolishi mumkin. 3-guruh, yakka tartibda ishlagan dehqon xo'jaligida, fermer xo'jaligida, mavsumiy ishlarda norasmiy kelishuvlar asosida ishlaganlar. Bu yerda eng muhim savol. O'sha davr uchun badal to'langanmi? Mehnat munosabati rasmiylashtirilganmi? Shartnoma bo'lganmi? Agar rasmiy iz bo'lmasa, stajni isbotlash juda qiyinlashadi. 4-guruh, pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan pensionerlar. Ko'pchilik men pensiyaga chiqqandan keyin yana 5 yil ishladim, endi avtomatik o'sish kerak deb o'ylaydi. Ayrim ma'lumotlar avtomatik tushishi mumkin, lekin har doim ham to'liq va vaqtida emas. Ish beruvchi hisobotlarni to'g'ri topshirmagan bo'lsa, ish haqi yoki staj bazada ko'rinmasligi mumkin. Shuning uchun qayta hisoblash uchun murojaat qilish va kerakli hujjatlarni tekshirish muhim. Agar sizning barcha ish davrlaringiz elektron bazada to'liq ko'rinsa, mehnat daftarchangizdagi yozuvlar aniq bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari to'g'ri kiritilgan bo'lsa, familiya, ism, tug'ilgan sana, pasport ma'lumotlari barcha hujjatlarda bir xil bo'lsa, qo'shimcha imtiyoz yoki ustamaga da'vo qilmayotgan bo'lsangiz, sizda katta xavotir bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir men har bir pensionerga kamida bir marta pensiya hujjatlarini tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki xatolikni 5 yil o'tib bilishdan ko'ra bugun aniqlash foydaliroq. Birinchi nozik jihat. Hujjatning borligi boshqa, uning yuridik kuchi boshqa. Masalan, sizda eski ma'lumotnoma bor, lekin unda sana yo'q, imzo yo'q, muhr yo'q yoki qaysi buyruqqa asosan berilgani ko'rsatilmagan. Bunday hujjat qabul qilinmasligi yoki qo'shimcha tekshiruvga yo'l borilishi mumkin. Shuning uchun ma'lumotnomani olganda, bo'ldi, qog'oz oldim deb ketmang. Unda to'liq rekvizitlar borligini tekshiring. Ikkinchi nozik jihat. Mehnat daftarchasidagi har bir yozuv pensiya uchun avtomatik asos bo'lavermaydi. Agar yozuv noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, masalan, ishga qabul qilish buyrug'i raqami bor, lekin ishdan bo'shatish yozuvi yo'q, yoki lavozim o'zgargan, lekin buyruq ko'rsatilmagan bo'lsa, qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Ayniqsa imtiyozli staj bo'yicha lavozim nomi juda muhim. 3-nozik jihat, og'zaki guvohlikning imkoniyati cheklangan. Ba'zi odamlar falonchi ham men bilan ishlagan, guvoh bo'ladi deydi.
Guvohlar ayrim alohida hollarda yordam berishi mumkin, lekin pensiya hisobida birinchi navbatda rasmiy hujjat talab qilinadi. Guvohning so'zi ish haqi miqdorini, lavozim toifasini, zararli sharoit darajasini har doim ham tasdiqlab bera olmaydi. 4-nozik jihat. Familiya almashgan ayollarda hujjatlar zanjiri uzilmasligi kerak. Masalan, qiz familiyasi bilan ishga kirgan, keyin turmushga chiqib familiyasini o'zgartirgan, keyin ajrashgan yoki yana familiya o'zgargan. Pensiya organi bu hujjatlar bir odamga tegishli ekanini ko'rish kerak. Buning uchun nikoh guvohnomasi, ajrashganlik haqidagi hujjat, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat. Arxiv ma'lumotnomasi so'ralganda faqat ishlagan degan bitta satr yetmasligi mumkin. Masalan, sizga ish haqi ham kerak bo'lsa, arxivdan ish haqi vedomoslari bo'yicha ma'lumot so'rashingiz kerak. Agar imtiyozli lavozim kerak bo'lsa, lavozim va buyruqlar bo'yicha ma'lumot kerak. Ya'ni arxivga murojaat qilganda nima so'rayotganingizni aniq yozing. Menga pensiya uchun ma'lumot bering deb umumiy yozsangiz, sizga umumiy javob kelishi mumkin, lekin kerakli ustama uchun yetarli bo'lmasligi ehtimoli bor. 6-nozik jihat. Hujjatni kech topshirish pulni kechiktiradi. Ko'p hollarda qo'shimcha to'lov hujjat taqdim etilganidan, murojaat qilinganidan yoki qonunda belgilangan sanadan boshlab hisoblanadi. Odam 1 yil avval hujjat olib kelishi mumkin edi, lekin olib kelmagan. Keyin o'tgan yilgi farqni ham bering deydi. Har bir holat alohida ko'riladi, lekin umumiy qoida shuki, huquqingizni vaqtida rasmiylashtirish juda muhim. Hujjatni sandiqda saqlab yurish bilan pul avtomatik qo'shilmaydi. 7-nozik jihat. Bank kartasiga tushayotgan pulni tekshirmaslik katta xato. Ba'zi pensionerlar faqat pul tushdi deb qaraydi, lekin qancha pensiya, qancha kompensatsiya, qancha ustama, nima uchun ushlab qolindi, farqi bormi bilmaydi. Agar siz har oy bir xil pul olayotgan bo'lsangiz ham, pensiya miqdoringiz qanday hisoblanganini bilishga haqqingiz bor. Tushunarsiz kamayish yoki oshmaslik bo'lsa, albatta so'rang. Birinchi qadam, o'zingizdagi barcha hujjatlarni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy xizmat hujjatlari, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan hujjatlar, nogironlik bo'yicha ma'lumotnomalar, mukofot va unvon guvohnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari, pensiya tayinlanganligi haqidagi hujjatlar hammasini alohida papkaga soling. Hujjatlarning asl nusxasi va ko'chirmasini alohida saqlang. 2-qadam, mehnat daftarchangizni satrma-satr tekshiring. Har bir ish joyi bo'yicha ishga kirgan sana, ishdan chiqqan sana, lavozim, buyruq raqami, muhr bor yo'qligini ko'ring. Agar biror davr tushib qolgan bo'lsa, o'sha korxona hali ishlayaptimi yoki yo'qmi aniqlang. Ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limiga yoki arxivga murojaat qiling. Tugatilgan bo'lsa, tuman yoki shahar davlat arxiviga tegishli idoraviy arxivga so'rov yuboring. 3-qadam. Pensiya bo'limiga yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilib, pensiyangiz qaysi staj va qaysi ish haqi asosida hisoblanganini so'rang. Men tavsiya qilaman, og'zaki so'rash bilan cheklanib qolmang. Yozma murojaat qiling. Murojaatda shunday mazmunda yozish mumkin: mening pensiyamni hisoblashda qaysi ish davrlari va qaysi ish haqi ma'lumotlari inobatga olingani haqida ma'lumot berishingizni so'rayman. Agar hisobga olinmagan davrlar bo'lsa, ularni qo'shish uchun talab qilinadigan hujjatlar ro'yxatini taqdim etishingizni so'rayman. Shunda sizda rasmiy javob bo'ladi. 4-qadam, elektron xizmatlardan foydalaning. Mailbox.gov. Uz orqali ayrim ma'lumotlarni ko'rish, murojaat yuborish yoki xizmatlardan foydalanish mumkin. Agar o'zingiz qiynalsangiz, farzandingizdan, nabirangizdan yoki davlat xizmatlari markazidan yordam so'rang. Hozir ko'p masalalarda elektron murojaat ham rasmiy kuchga ega bo'ladi. Lekin hujjat skanlari aniq va o'qiladigan bo'lishi kerak. 5-qadam, arxivga to'g'ri so'rov yozing. So'rovda ism familiyangizni, tug'ilgan sanangizni, o'sha paytdagi familiyangizni, korxona nomini, taxminiy ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, qaysi ma'lumot kerakligini aniq ko'rsating. Masalan, 1926 yildan 1994 yilgacha falon zavodning falon sexida falon lavozimda ishlaganim. Ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari. Shuningdek, 1994 yillar ish haqi ma'lumotlarini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozilsa, javob ham aniqroq keladi. 6-qadam, agar sizda nogironlik, qaramog'ida shaxs, parvarish, mukofot,
unvon yoki boshqa imtiyozga doir holat bo'lsa, buni ular biladi deb kutmang. Hujjatni oling, nusxasini tayyorlang, pensiya bo'limiga topshiring va qabul qilinganligi haqida belgi yoki ro'yxat raqamini oling. Hujjat topshirganingizni isbotlay olmasangiz, keyin bahs bo'lganda qiynalasiz. 7-qadam, hujjatlaringizda xato bo'lsa, uni yashirmang, tuzating. Ism noto'g'ri yozilganmi, tug'ilgan sana farq qiladimi? Familiya boshqa ko'rinishdami, muhr o'qilmaydimi? Bularning hammasini oldindan hal qilish kerak. Ba'zan FHDYO organlaridan ma'lumotnoma, sud orqali faktni belgilash, arxivdan qo'shimcha tasdiq olish talab qilinadi. Bu vaqt oladi. Lekin keyinchalik pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan bo'lsa, bunga arziydi. 8-qadam, har bir murojaat va javobning nusxasini saqlang. Bugun bergan arizangiz, ertaga kelgan javobingiz, arxiv ma'lumotnomasi, pensiya bo'limining talabi hammasi bir papkada tursin. Telefon orqali aytilgan gap esdan chiqadi. Xodim almashadi, tizim yangilanadi. Lekin qo'lingizdagi rasmiy hujjat qoladi. 9-qadam, agar sizga rad javobi berilsa, sababini yozma shaklda so'rang. Bo'lmaydi degan og'zaki javob yetarli emas. Nima uchun bo'lmaydi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi norma asosida rad etildi? Qanday hujjat olib kelsangiz qayta ko'riladi? Mana shularni bilsangiz, muammoni hal qilish yo'li ochiladi. 10-qadam, shubhali vositachilardan ehtiyot bo'ling. Men pensiyangizni oshirib beraman. Arxivsiz ham hal qilaman. Tanishim bor degan gaplarga aldanmang. Pensiya oshishi uchun qonuniy asos va hujjat kerak. Agar kimdir hujjatsiz pul qo'shib berishni va'da qilsa, bu xavfli. Keyin tekshiruvda ortiqcha to'langan pul qaytarilishi, odamning o'zi muammoga qolishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l rasmiy murojaat, rasmiy hujjat, rasmiy javob. Yana bir muhim masala. Pensionerlar farzandlariga ham aytaman. Ota-onangiz hammasi joyida deyishi mumkin. Lekin ular ko'pincha hujjatlarni tekshirishga qiynaladi. Siz bir kun vaqt ajrating, hujjatlarni ko'rib chiqing. Mehnat daftarchasini suratga oling. Papka qilib bering. Kerak bo'lsa pensiya jamg'armasiga birga boring. Ba'zan farzandning shu yordami ota-onasining pensiyasiga har oy sezilarli qo'shimcha olib kelishi mumkin. Bugungi eng asosiy fikr shuki, qo'shimcha haq ustama yoki pensiyani qayta hisoblash huquqi bo'lsa ham, rasmiy hujjat bo'lmasa, u avtomatik hisoblanmaydi. Ish staji, ish haqqi, imtiyozli lavozim, nogironlik qaramog'idagi shaxs, mukofot, familiya o'zgarishi, bularning har bir hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Hujjatni kechiktirsangiz, pul ham kechikadi. Hujjatda xato bo'lsa, hisob ham to'xtashi yoki kamayishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq hujjatlaringizni tekshiring, yetishmagan ma'lumotnomalarni aniqlang. Pensiya bo'limidan rasmiy tushuntirish oling. Arxivga aniq so'rov yuboring va har bir javobni saqlang. Agar bu mavzu sizga tegishli bo'lsa, izohlarda yozing, qaysi hujjat bo'yicha muammoga duch kelgansiz. Stajingiz to'liq qo'shilganmi? Arxivdan javob olganmisiz? Boshqa pensionerlarga ham foydasi tegishi uchun videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Bu ma'lumot bir odamning har oy oladigan pensiyasiga bevosita ta'sir qilishi mumkin.